eng xavfli bog'larda uchraydigan, ayniqsa olmada, keyin sliva deymiz. Olxo'rida ham buni boshqa turdagi qalqondori zararli edi. Shitovka qoplab turibdi. Mana shu shitovkani oppoq unsimon bir belgilari bor. Endi eng yomon tomoni daraxtni tanasini so'rib qo'yadi bu. Assalomu alaykum bog'shinavandalari. Mana bugun sizlarga bitta yaxshi ma'lumot tayyorlaymiz. Ya'ni bog'lardagi shitovka, ya'ni qalqondor. Kimdir buni toshbaqa ham deydi. Mana shu gilos tanasi bir ko'rishda tanada hech narsa yo'qqa o'xshaydi, lekin aslini olganda mana qo'l bilan, tirnoq bilan shunday yoki pichoq bilan shilsalaringiz haqiqiy gilosni tanasini ko'rasizlar, ya'ni qizg'ish tana. Mana buni shitovka qoplab turibdi. Mana shu shitovkani oppoq unsimon bir belgilari bor. Endi eng yomon tomoni daraxtni tanasini so'rib qo'yadi bu. Mana shu mayda oq nuqtachalar, mana tirnog'imda shilganimda chiqayotgan bu zararkunanda shitovka qalqondor deyiladi. Bu zararkunandaning yomon tomoni daraxtga kelayotgan ozuqani so'rib, hatto mana novdalarni, mana bu novda tekis o'sish kerak. Vaholanki buni mana to'lqinsimon qilib ishirib tashlaydi yoki bo'rtiqchalar hosil qilib qo'yadi. Mana shunaqangi. Eng xavfli bog'larda uchraydigan, ayniqsa olmada, keyin sliva deymiz. Olxo'rida ham buni boshqa turdagi qalqondori zararli edi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana gilosni 2 yillik novdasi, yosh novdasi. Yaqinroq olib kelaman. Mana shu tirnog'imning uchki qismida ko'rinib turgan, sizlarga ko'rinib turgan oq mayda narsalar bu qalqondor. Tirnog'im bilan tagini ezib ko'taraman va qalqondor mana ko'tariladi. Endi buni o'rnida gilosni novdasi zararlangan, hatto chuqurchalar hosil bo'lib qoladi, bo'rtiqchalar. Bemalol buni ko'z bilan ilg'ash mumkin. Mana shular ham qalqondor. Bu kasallik emas, bu hasharot hisoblanadi. Lekin buni yomon tomoni qisqa fursatlarda mevali bog'laringizni qurishga olib keladi. Bunga qarshi qo'llaniladigan preparatlar o'simlikni o'sish davridagi qo'llaniladigan o'sha turli kimyoviy vositalar samara bermaydi. Faqatgina buni eng yaxshi qarshi kurashish davri aynan tinim davrida, kurtaklar bo'rtgunga qadar, asosan fevral oyida. Tarkibida mineral yog'lardan tashkil topgan preparatlar bilan ishlov berish kerak. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib bizni qo'llab-quvvatlash uchun tomorqasida mevali daraxt, mevali ekin yoki bo'lmasam kichkina bog'larda bog' tashkil qilayotgan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat.